Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan 9-darsni davom etamiz. Ad-darsu tasi'u 9-dars. Hop, bu darsimizda nimalarni o'rganamiz? Hop, o'zbek tilidan farqli o'laroq arab tilida 3 xil son shakli bor deyaptilar. Birlik, ko'plik va ikkilik. O'zbek tilida birlik bor, ko'plik bor va ikkilik yo'q. Shuning uchun aytyaptilarki, o'zbek tilidan farqli o'laroq arab tilida birlik, ko'plik va ikkilik ham bor. Ikkidan ko'pi ko'plik hisoblanadi. Ikkitadan ko'p bo'lsa, demak u jamga kirib ketadi. Birlikni arab tilida mufrat, ikkilikni musanna, ko'plikni jam deymiz. Hop. Ikkilik son hosil qilish uchun so'z oxiriga ani qo'shimchasi qo'shiladi. Hop. Ikkilik so'z yasamoqchimiz. Nima qilamiz deyilsa, aytyaptilarki, so'z oxiriga nima? Ani qo'shimchasini qo'shamiz mana. Kitabun bitta kitob bo'lsa, oxiriga mana ani qo'shsak, ikkita kitob bo'ladi. Kitabani ikkita kitob. Qalamun qalam, qalamani bo'lsa nima bo'lar ekan? Ikkita qalam bo'ladi. Ani qo'shimchasi qo'shilganda so'zlarda quyidagicha o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ya'ni tamarbuta bilan tugagan so'z bo'lsa, oxiridagi tamarbutasi mana bu tamarbuta oddiy tayga aylanib turib, keyin ani qo'shiladi. Misol uchun mar'atun mana tamarbuta bor, ayol degani. Endi shundan ikkili yasamoqchimiz. Mana bu tamarbutani yozuvda oddiy tayga aylantirib turib, keyin ani qo'shamiz. Kulliyatun fakultet degani, kulliyatani ikkita fakultet degani. Xo'p. Endi oxiri alif maqsura bilan tugagan bo'lsa-chi, mana bunga o'xshash alif maqsura deymiz, nuqtasiz ya'ni alif maqsura bilan tugagan bo'lsa, ikkili yasamoqchi bo'lganimizda shuni oddiy yaga aylantirib turib, keyin ani qo'shamiz. Mana fatayani bo'ladi. Xo'p, oxiri alif bilan tugagan bo'lsa-chi, asoga o'xshash, bunda vovga aylantirar ekanmiz. Asodagi alifni vovga aylantirib turib, keyin ani qo'shamiz. Aso, asovani. Oxiri alif bilan tugagan so'zlarda ikki xil ikkilik hosil qilish yo'li bor bo'lib, har ikkalasi ham to'g'ri hisoblanadi deyaptilar. Mana rohavani qilsak ham bo'lar ekan yoki rohayani qilsak ham bo'lar ekan, oxiri alif maqsura bilan tugaganlarda. Xo'p. Oxiri u morfologik muannaslikni ifodalovchi so'zlarda hamza tushib qolib, o'rniga vov orttiriladi. Sahrou mana oxirida alif va hamza bo'lyapti. Ikkili yasamoqchimiz sahro degandagi mana bu hamzani vovga aylanib turib, keyin ani qo'shar ekanmiz. Sahrovani bo'ladi shunda. Hop, keyingi qoidamiz axun, abun kabi ba'zi ikki undoshli so'zlarda bitta vov harfi orttiriladi. Ikkita harfdan iborat bo'lgan ba'zi so'zlarda ikkili yasaganimizda vov harfi qo'shilar ekan. Mana abun ota degani, ikkita ota demoqchi bo'lsak, mana abun so'ziga vov qo'shar ekanmiz. Mana vov harfi ziyoda qilindi, orttirildi, keyin ani qo'shildi. Abawani bo'ldi mana. Axun aka degani, ikkita aka desa axovani bo'lar ekan. Eslab qolasizlar, chunki diktantda yoki testlarda tushib qolishi mumkin. Va o'zingizlarga ham ilm bo'lib qolishi uchun. Hazaning ikkiligi hazani bo'ladi. Muzakkarda hazani bo'ladi. Hazihiniki bo'lsa hatani bo'ladi. Misol uchun hazani kitabani. Bu ikkita kitob. Hatani sayyaratani. Bu ikkita mashina. Bu muzakkar bo'lganligi uchun hazani ishlatdik, muannas bo'lganligi uchun hatani ishlatdik. Man hazanil waladani. Bu ikkita bola kim deyaptilar. Mana bu ikki bola kim. Xullas, umumiy xulosa, ikkilik so'z yasashimiz uchun so'z oxiriga ani qo'shimchasi qo'shilar ekan. Hop, ikkilik sondagi so'zlarning aniqlovchilari ham ikkilikda bo'ladi. Sifatlari ham ikkilikda keladi deyaptilar. Misol uchun huma, huwa u degani edi. Endi u ikkisi bo'lsa huma ishlatilar ekan. Huwa u, hum ular edi. Endi huma bo'lsa u ikkisi bo'lar ekan. Huma talibani jadidani.
ular ikkita yangi talabalar deyaptilar ana. Aynal ukhtani, ikkita opa singil qayerda? Huma fil ghurfati, u ikkisi xonada. E'tibor qilgan bo'lsanglar, huma ham muzakkarga ham muannasga bir xilda ishlaydi. Hmm? Huma ham muzakkar ham muannas. Birligida va ko'pligida farq qilardi. Huwa muzakkarga birlikda, hiya muannasga edi. Hum ko'pligida ular degan edi, hunna ular edi ko'pligida muannasda. Endi ikkiligida bo'lsa bir xil bo'lar ekan. Hop. Kam, qancha, nechta so'roq olmoshdan keyingi ot birlikda va tushum kelishiga holatida bo'ladi deyaptilar. Ya'ni kam so'zi qancha, nechta degan ma'nolarni bildiradi va bundan keyingi so'z agar ya'ni istifhomiya so'roq ma'nosidagi jumla bo'ladigan bo'lsa, oxiri nasbda bo'lar ekan. Mana tushum kelishigini nasbda bo'ladi. Birlikda va nasbda bo'ladi deyaptilar mana. Kam kitaban, nechta kitob. Kam sayyaratan, nechta mashina kabi mana nasb holatida turibdi va birlik mufrat holatida turibdi. Al-hiwar, mudarris va Muhammad o'rtasida bo'lyapti. Mudarris aytyapti endi. Kam axon laka ya Muhammadu. Mana hozir o'tgan qoidamiz. Kam so'roq olmashidan keyingi so'z nasbda va mufratda bo'ladi dedik. Ey Muhammad, seni nechta akang bor? Muhammad aytyapti. Li axun wahidun. Meni bitta akam bor. O'qituvchi aytdi yana. Va kam uxtan lak. Nechta opang bor? Li uxtani. Meni ikkita opam bor. O'qituvchi aytdi. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu. Ey Hamid, velosipedni nechta g'ildiragi bor? Kam ajalatan, ajalatun degani g'ildirak degani. Hamid aytdi. Laha ajalatani. Uni ikkita g'ildiragi bor. O'qituvchi aytyapti endi. Kam aidan fi sanati ya Zakariya. Ey Zakariya, bir yilda nechta bayram bor? Aid, bayram bor. Zakariya aytdi. Fi sanati aidani. Bir yilda ikkita bayram bor. Huma aidul fitr va aidul adha. U ikkisi mana huma, u ikkisi deyapti. Ramazon hayiti bayrami va Qurbon hayit bayrami deyaptilar. Al-mudarris o'qituvchi aytyapti. Ya Ibrohim, abuka tajirun kabirun. Kam dukkanan indahu. Ey Ibrohim, seni otang, abuka seni otang tajirun kabirun, katta savdogar. Kam dukkanan indahu, unda nechta do'koni bor? Uni huzurida unda nechta do'kon bor? Ibrohim aytdi. Indahu dukkanani kabirani. Unda ikkita do'kon bor. Mana dukkanani ikkilik deymiz. Qayerdan bilding desa, mana oxiriga ani qo'shilyapti. Mana kabirani ikkilik deymiz. Qayerdan bilding desa, oxiriga mana ani qo'shimchasi qo'shilyapti. Xo'p, mudarris aytdi. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismoil? Ey Ismoil, seni xonangda nechta oyna bor? Deraza bor. Ismoil aytdi. Fiha nafizatani. Unda ikkita oyna bor. Liman hadhani daftarani. Bu ikkita daftar kimniki? Ali aytdi. Huma li, u ikkisi meniki. O'qituvchi aytyapti endi. Liman hatanil misqaratani. Bu ikkita chizg'ich kimniki? Huma li, u ikkisi meniki dedi Yunus. Xo'p. Tamarin mashqlar. Birinchi mashq. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Demak, quyidagi savollarga musanna, ya'ni ikkilikni ishlatgan holatda javob bering deyaptilar. Musanna degani ikkilik degani. Kam qalaman indaka? Senda nechta qalam bor? Kam nechta degani edi. Qalaman qalam, indaka senda, ya'ni seni huzuringda. Senda nechta qalam bor? Demak, ikkilikni ishlatib javob berishimiz kerak. Indi deymiz. Menda, meni huzurimda degani. Indi ikkita qalam bo'lsa nima bo'ladi?
qalamani bo'ladi. عندي قلمان. كم فندقا في هذا الشارع؟ bu ko'chada bu ko'chada nechta mehmonxona bor? javobda ham endi fi hada shari'i deymiz. Fi hada shari'i funduqani. Funduqani qilamiz. Ikkita nima mehmonxona bor bo'ladi shunda. Hop, keyingisi kam taliban jadidan fi faslikum? Sinfingizda nechta yangi talaba bor? Endi javobda fi faslina bo'ladi. Bizning sinfimizda bo'ladi. Fi faslina talibani jadidani. Keyingisi kam kam aynan lil insani? Insonni nechta ko'zi bor? Lil insani deymiz. Lil insani aynani. Insonni nima? Ikkita ko'zi bor. Kam amman lak? Sizni nechta amakingiz bor? Seni nechta amaking bor? Li ammani bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz iqro va kutub deyaptilar. O'qing va yozing. Hop, birinchi jumlamiz Xolidun lahu ibnani va bintani. Xolid uni ikki o'g'li va ikki qizi bor. Fi bayti g'urfatani kabiratani. Mening uyimda ikkita katta xona bor. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatima uni ikkita kichkina ukasi bor. Tiflan yosh bola degani. Ikkita kichkina yosh bolasi bor deylik. Fatima uni ikkita chaqalog'i bor, yosh bolasi bor. Limanil baqaratani. Bu ikkita sigir kimniki? Huma lil fallahi. Bu ikkisi nima? Dehqonniki. Li yadani va rijlani. Meni ikkita qo'l va ikkita oyog'im bor. Lil bayti miftahani. Uyni ikkita kaliti bor. Fi qaryati madrasatani saghiratani. Mening qishlog'imda ikkita kichkina maktab bor. Fi baytina hatifani thabitun va mahmulun. Bizning uyimizda ikkita telefon bor. Thabit degani o'sha uy telefoni, damashniy telefon va mahmul qo'l telefoni. Keyingi mashqimiz iqro ma yali thumma da' fil faraghi tamyizan li kam wadbit akhirahu deyaptilar. Quyidagilarni o'qing, so'ngra bo'sh joylarga so'roq olmoshini aniqlovchisini oxirgi harakatini to'g'rilab o'qing deyaptilar. Misol beribdilar o'zlari. Birinchisi kam uxtan lak. Seni nechta singling opang yoki singling bor? Kam qalaman indak. Seni nechta qalaming bor? Seni nechta qalam bor? Kam sayyaratan fil jami'ati. Universitetda nechta mashina bor? Bosh joylarga demak so'z qo'yamiz. Kam indaka misol uchun nima qo'ysak bo'ladi? Kam kitaban indak. Kamdan keyingi so'zga e'tibor qilishimiz kerak. Birlikda va nasbda kelish kerak. Kam kitaban indak. Ikkinchisida endi li ishlatilyapti, demak bunga aqlli odamlarni qo'yishimiz kerak. Kam xolan lak masalan, seni nechta tog'ang bor bo'ladi. Uchinchisi kam fi hada shari' bu ko'chada nechta bor deyapti. Mehmonxona deylik yoki do'kon deylik. Kam dukkanan fi hada shari'i. Bu ko'chada nechta do'kon bor bo'lyapti. Keyingisida kam so'z qo'shimiz kerak. Fi qaryatika, seni qishlog'ingda. Seni qishlog'ingda nechta masjid bor deylik. Kam masjidan fi qaryatika. Qishlog'ingda nechta masjid bor? Kam fi faslikum, sinfingizda. Kam taliban. Kam taliban fi faslikum.
Kam aydan fi sanati keyingisiga aydan qo'ydik. Bir yilda nechta bayram bor? Kam ajalatan qo'ydik keyingisiga. Lid darrojati velosipedni nechta g'ildiragi bor? Keyingisiga kam fi g'urfatika xonangda nechta maktaban deylik. Kam maktaban fi g'urfatika xonangda nechta parta bor yoki kam nafizatan desak bo'ladi. To'rtinchi mashq. Havil jumal al-atiya ila musanna deyaptilar. Quyidagi so'zlarni musannaga o'zgartiring, ya'ni ikkiliga o'zgartiring. Haza kitabun, bu kitob. Hazani kitabani, bu ikkita kitobdir. Hazihi talabatun. Hazihi ikkilik qilsak muannasda nima bo'lgan edi? Hatani bo'lardi. Demak, hatani talibatani qilamiz. Hazihi mistaratun bo'lsa nima deymiz? Hatani mistaratani. Hazihi sa'atu minal yabani. Bu soat Yaponiyadan bo'lsa, hatani sa'atani minal yabani bo'ladi. Haza talibu minal hindi. Bu talaba Hindistondan. Hazani talibani minal hindi bo'ladi. Liman hazihi al-mil'aqatu. Bu qoshiq kimniki? Liman hatanil mil'aqatani bo'ladi. Hop, keyingi mashqimiz iqro'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dabtiha. Quyidagi kalimalarni o'qing va oxirgi harakatni to'g'rilab yozing deyaptilar. Hop, ikkilikda berilgan ekan. Lug'at yodlagan odamga qiyin emas. Misol so'zni nima deb o'qishni bilmayotgan bo'lsangiz, oxiridagi anisini chiqarib tashlasangiz, so'zda asli qoladi. Misol uchun birinchi so'zdagi oxiridagi anini olib tashlasak, klb so'zi qoldi. Kalbun nima degani edi? Kuchuk, kuchuk it. Kalbani deb o'qiymiz. Keyingisiga maktabani, qamisani, akhawani, mindilani, mistaratani, ukhtani, imra'atani, abawani, bintani, ustazani, madrasatani, himarani, baytani. Oltinchi mashq. Fannil kalimatil atiyata. Quyidagi so'zlardan ikkilik hosil qiling deyaptilar. Hatifun. Nima degani? Hatif telefon degani. Ikkiligini yozamiz. Saminun semiz degani. Ikkiligini yozamiz. Misbahun chiroq degani. Yoniga ikkiligini yozamiz. Lug'atani, lug'atun lug'at til degani. Davrun etaj qavat degani. Ikkiligini yozamiz buni ham. Xayyatatun tikuvchi, mil'aqatun qoshiq, tabbahun oshpaz, shurtiyun politsiya. Demak, bularni ham ikkiligini yozamiz. Keyingi mashqimiz tarjimil jumla ila al-uzbekiyati. Jumlalarni o'zbekchaga tarjima qiling deyaptilar. Birinchi jumlamiz indi sayyaratani jadidatani va sayyaratani qadimatani. Ikkinchi jumlamiz ibnu xolati lahu tiflani. Uchinchi jumlamiz fi faslina kursiyani maksurani. To'rtinchi jumlamiz dakhala tabibani nahifani ila baytika. Beshinchi jumlamiz hatani ghurfatani fihima nafizatani maftuhatani. Ushbu jumlalarni o'zbekchaga tarjima qilasizlar. Keyingi hivorimiz mudif al-musafira. Musofir va mudif deb turib o'sha oshxonada ishlaydigan ishchilarni aytadi. Maza tatlubina min at-ta'am deyapti. Ya'ni taomlardan nimalarni buyurtma qilasiz? Talab qilasiz, ya'ni lug'aviy tarjima qilsak, taomlardan nimani talab qilasiz deyapti. Musofira ayol kishi ekan, aytayaptiki, ba'da samak wal aruzzi min fadlika. Biroz baliq va guruch iltimos deyapti. Keyin al-mudif aytayaptiki, va madza tatlubina min ash-sharobi.
ichimlikdan nima talab qilasiz? Musafira aytdiki, ma'an law samaht. Iltimos, suv. Mudif aytdi yana. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ Mevalardan nimani afzal ko'rasiz, nimani yoqtirasiz dedi. Musafir aytdiki, nima dedi? Tamr, xurmo, yoki uzum dedi. Mudif aytdi yana. Hal tashrabina ash-shaya? Choy ichasizmi dedi. La ufaddilu al-qahwata. Yo'q, men qahvani afzal ko'raman dedi. Hop, mudif aytyapti endi. Al-qahwata bil halib. Qahva sut bilanmi, ya'ni sutli bo'lsinmi demoqchi. Na'am al-qahwata bil halib. Bil halib. Ha, sutli bo'lsin dedi. Hop, mudif shukran. Musafira afwan arzimaydi dedi. Mudif ya'ni shukran rahmat. Musafira arzimaydi dedi. Ajib anil asilati al-atiyati. Quyidagi savollarga demak javob berar ekanmiz. Ayna hadha al-hiwar? Bu suhbat qayerda bo'ldi? Madha tatalabat al-musafiratu min at-ta'am? Musafira taomlardan nimani talab qildi? Ayya fakihatin sata'kulu al-musafiratu? Musafira qanday mevalarni yeyapti? Hal satashrabu al-musafiratu al-ma'a faqat? Musafira faqat suv ichadimi? Madha tufaddilu min al-fakihati? Mevalardan nimani yoqtirar ekan u? Madha tashrabu fi as-sabah? Ya'ni buni o'zimizga nisbatan ishlatsak ham bo'lar ekan. Ya'ni tongda nima ichasiz? O'zingiz nima ichasan? Madha tashrabu fi as-sabah? Tongda nima ichasan? Misol uchun ashrabu shay. Misol keyingisida hal tashrabu shayya bil laymun va mata? Limon bilan choy ichasanmi va qachon deyaptilar. Mana bu madha 5-jumlamizga ham o'zimizdan kelib chiqib turib javob bersak bo'lar ekan. Madha tufaddilu min al-fakiha? Mevalardan nimani yoqtirasiz? Hop, diktant yoziladi bu yerga. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Shariba yashrabu ichmoq, ajalatun ajalatun g'ildirak, aidun a'yadun bayram, talaba yatlubu so'ramoq, talab qilmoq, misbahun masobihu chiroq, mistaratun masatiru chizg'ich, min fadlik yoki law samaht iltimos degani. Shurtiyun shurtiyuna politsiyachi, musafiratun yo'lovchi ayol, steward mudif steward parvoz xodimi ekan. Tamratun tamrun xurmo, sharobun ashribatun ichimlik, shayun choy, aynabun a'nabun uzum, afwan arzimaydi, shukran rahmat. Al-qahvatu bil halib sutli qahva, shayun bil laymun limonli choy. Hatifun hawatifu telefon, ufaddilu yoqtiraman. Hatifun thabitun uy telefoni, hatifun mahmulun demak mobil telefon, qo'l telefoni. Shu bilan 9-darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo olayotgan bilimlarimizni hammamizga xayrli, manfaatli qilsin. Darslarimizni Havas ta'lim kanalida kuzatib boring.